fon oldilari, mordalari karbon. Narxiga qiziqayotgan bo'lsangiz, mana 33,5 ming dollar, 40 klimat kontrol, tezlik uchun ancha muncha mana sizlarga tashqarisidan ko'rinishi. O'zbekistonda adashmasam, ko'rinishlari ham hamma tomonlama chiroyliroq. O'ligi bo'lsa, o'ligi ortib mashinani, karbon. Albatta adashmanglar, qizlarga zo'r bu mashina tushadi. Albatta endi buni ish qiladigan odam maza qilaman shu mashinadan. Haydab ko'rganman ham. Hammaga assalomu alaykum. Men hozir Amerikadagi Toyota avtosaloniga keldim va bu yerdagi mashina narxini sizlarga ko'rsatib ketmoqchiman. Albatta shu Toyota Camry, RAV4, Tundra hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Agar Amerikada mashina zakaz qilmoqchi bo'lsanglar yoki haydalgan yangi Bugatti Veyron, Bugatti Chiron farqi yo'q, hammasini kerak bo'lsa, bu yerdan sizlarga so'rs qilib zakaz qilib beramiz. Miami'da tanishlar bor, albatta Kaliforniyada ham katta dealershiplarning avtosalonlarining egalari bor. Imminda shu qimmat mashinalar bilan ishlaydigan ham albatta. Shuning uchun agarda mashinaga o'zi vobshe qiziqsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'proq ma'lumotlar olib chiqishga harakat qilaman. Xo'p, birinchi mashinani sizlarga ko'rsatib ketmoqchi bo'lgan mashinam bu Qozog'istonda juda знаменитый bo'lgan mashina, bilasizlar? Amerikada ham juda знаменитый bu, lekin Qozog'istonda takoy katta bolalarning mashinasi deb qo'yishadi-ku. Endi Florida shtatida ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bitta narsani ko'rsatib ketaman. Ko'p mashina qora rang, seri rang mashinalar qolib ketgan, bir dona oq. Floridada issiq bo'lgani sababli hamma oq mashina sotib olgisi keladi. Shuning uchun oq ranglari ancha kam. Xo'p, men sizlarga tashqaridan obzor qilib ketadigan bo'lsam. Birinchi bo'lib hammani qiziqtiradigan narsa bu albatta narxi. Narxiga qiziqayotgan bo'lsangiz, mana 33,5 ming dollar. Bu ko'rayotganingizdek 46 gallon yeydi atiga, 47 mpg. Bu degani uzog'i 4 litr, 5 litr yeydi. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi. Toyota'larni tushunmasanglar, sizlarga tushuntirib ketaman. Toyota'da imенно modellarida LE, SE, XLE va XSE bo'ladi. SE degani Sport Edition degani bu sportning varianti. Mana sizlarga yonlaridan ko'rinishlari, diskalari qora, black on black ekan. Albatta rangi ham katta farq qiladi. Ko'rayotganingiz mana misol uchun agarda sizlarga tashqarisidan ko'rsatib ketadigan bo'lsam, oqini biyda baribir ham qorasidan ko'ra yaxshiroq. Mana buni sizlarga yonlaridan vidlari, mana bu ham qora aksentlari ham tip mana spoilerlar chiroyli vid beradi mashinaga. Mashinani agarda buni narxiga qiziqayotgan bo'lsangiz 34 ming dollar ko'rayotganligida sal qimmatroq, chunki Florida hadeb bo'lgan hudud ko'p mashinalar Florida uchadi. Shuning uchun mana sizlarga orqasidan ko'rinishi. Bu ham SE varianti ekan. Bu yerda hamma mashinalar ko'rayotganligida SE. Naryoda Jeeplar ham bor. Jeeplarni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Tundra, Tacoma, RAV4, Highlander ham hammasi shu yerda. Mana bu mashinaga agar qiziqsanglar, bu Toyota Cross yoki Toyota Corolla ham bo'lishi mumkin. Yo'q, bu Toyota Corolla, adashdim. Corollani Jeep'i. Ko'rayotganligida mana buni sizlarga tashqarisidan ko'rinishi. Toyota'lar ahamiyat beradigan bo'lsanglar, misol uchun Kia'dan ko'ra ancha ko'rinishi oddiy, lekin agarda narxiga keladigan bo'lsa, narxini vaqti tashamaydigan mashinalar Toyota'lar. Shuning uchun juda ko'plar Toyota olib va albatta buzilmaydi. Kia, Hyundai biziladi, uni hamma egalari ham biladi, Amerikada ham, butun dunyoda, nafaqat Amerikada. Uni narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, narxi 29 ming dollar ekan. Bu ham 32 mpg, ko'rayotganlarda 2 litrli 4 silindrli motor. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi. Xuddi shu Toyota Corollani Jeepchasi desa ham bo'ladi. Mana sizlarga xuddi shuni ko'k rangi. Menga bu mashina unaqa yoqmaydi, chunki o'zi Toyota Corolla olganingizdan ko'ra 2000 dollar qo'shib Camry olganingiz ancha yaxshiroq. Mana agar sizga narx qiziqayotgan bo'lsangiz, buni narxi 31 ming ekan. Motorlar hamma narsasi bir xil. Bu esa mana gibrid varianti bo'lgani uchun sal qimmatroq yuradi. Bunda mana eshigi ochiq ekan. Agar eshigini salondan ko'rsatib ketadigan bo'lsam, material salon ko'rayotganlarda koja ishlatilmagan, sal arzonroq yuradi bular. Full paketi bir 37-38 mingga tushadi. Mana sizlarga salondan ko'rinishlari. Albatta ham shifter, bu yerda 2 zon emas, bitta zonli klimat kontrol. Albatta mana orqa sideniyalari qiziqayotgan bo'lsanglar. Oldinga odam, ikkita odam o'tirsa, orqaga hech kim sig'maydi. Shuning uchun iloji boricha mashina sotib olishdan oldin o'ylab sotib olinglar. Albatta, agar bu mashina O'zbekistonga necha pulga tushadi desanglar, bu 32 ming degani bilan buni nalogi bor. Nalogi ham bir 2000 dollar. Bu yoqlar bilan O'zbekistonga borguncha bir 50 mingga tushadi. No 50 minglik mashina emas-da bu. Men o'zim mana ochuvchasiga yetib ketaman, 50 minglik mashina emas. Xitoy mashinasidan yaxshimi, ko'plaridan yaxshi, bir xillaridan yaxshi emasdir, lekin men bu mashinani olmagan bo'lardim.
Mana bu yerda misol uchun Toyota Corollalarni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Ahamiyat bersanglar, oq rangi yo'q, qolmagan. Faqat ko'k rang, qora rang va hokazo. Mana sizlarga Toyota Corollaning narxi, hamma narsalarni ham ko'rsatib ketaman. Bu g'ir shu studentskiy mashina. Yokida женский mashina desa ham bo'ladi. Ayol kishilarga ancha udobniy. Buni narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, narxi mana $27,000. 2 litrli, 4 silindrli motor, 34 mpg. Pauzaga qo'yib ko'rsangiz bo'ladi. Buni ham salonni yopib qo'yibdi. Unda salonni ikkalovini bir xil. Bunaqa katta farq qilmaydi. Ikkalovida mana sizlarga orqasidan ko'rinishi misol uchun. Buni Corollani Jeep'idan ko'ra menga misol uchun mana shu sedani ko'zimga yaxshiroq ko'rinadi. Mana bu yerda har xil ranglardan tanlab olsangiz bo'ladi. SE, XLE va hokazo. Sport Edition'i SE, XE degani, ya'ni LE degani Luxury Edition, SE degani Sport Edition. Shuning uchun mana bu yerda hamma mashinalar taxlab qo'ygan. Naryoda yangi Raptorlarni ham taxlab qo'yishib, ularni ham sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Camry'ni mana bu rangi menga yoqdi. Juda takoy chiroyli rang, ko'rayotganingizda takoy metalik, stalnoy rang desa ham bo'ladi. Sport Edition, ya'ni SE variant. Mana sizlarga pastlaridan ko'rinishlari, yonlaridan ko'rinishlari va albatta saloni ham ochiq ekan. Salonni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Buni narxi $34,000. No, agarda misol uchun Toshkentga yuboringlar desanglar, skidka ham olib beraman, muammo yo'q. Toyota'da tanishlar ko'p, bu ishlaydigan. Bulardan ancha-muncha mashina olgan biz. Agarda saloniga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana saloni mana shunaqa Toyota Camry'ni ko'rayotganingizda podko'ja bu, rosta kasm koja ishlatilmaydi. Hozir juda ko'p mashinalarda agarda ustiga albatta Merz, BMW qilib doplata qilmasanglar, bunaqa mashinalarda ishlatilmaydi. Mana bular ozgina Gentris deni, ancha ozginasi desa ham bo'ladi. Mana sizlarga salondan ko'rinishi, bu yerda ko'rayotganingizda mana 9 zonli klimat kontrol. Mana bu ekrani kichkina kattaligiga ham albatta ahamiyat beringlar mashina o'tganingizda, chunki juda ko'plar tiqib yuboradi sizlarga 30 ming mashinani 35 ming, 36 mingga o'tkazib yuboradi. Shuning uchun juda ko'plar endi mashinani tushunmagani sababli o'g'irladi. Mana bu yerda mod selektorlar misol uchun Eco mod, Sport mod, Normal mod yoki EV mod, ya'ni elektromobil faqat ana gibridniy sistemasini ishlatib yuradi. Start stop. Lekin mashina udobniy. Men o'zi Camry'ga har doim qiziqqaman. O'zim ham haydaganman Amerikaga boshlaganimda. Birinchi mashinam Toyota Camry bo'lgan. Buni ko'rayotganingizda Lucio. No, mana bu kelon rangi chiroyli ekan. Mana bu takoy ko'k rang metalik, mana bu seri rang metalichskiy. Bunga ham albatta oilaviy haydaydigan bo'lsanglar, maza qilib haydaysizlar bu mashinani. Yumshoq Toyota Corollaga olganingizdan ko'ra 27 mingga, mana buni 30 mingga olganinglar yaxshi. Shuning uchun mashina olishda albatta adashmanglar. Bu Corollalar ko'pi gibrid emas, bu esa gibrid, benzin ham ichmaydi. Buni ko'rayotganingizda mana bu yerda ochib yopadiganlari, mana bu yerda oynani regulirovka qiladigani. Mana salondan agarda o'tirib videoga qiziqayotgan bo'lsanglar, bu salon rangi oqi bor, qizili bor, mana shunaqa qora rangi bor. Agarda orqasidan salonni ko'rsatadigan bo'lsam, mana sizlarga orqasidan saloni. Mashina zo'r. Men Toyota'ga har doim imенно shu Camry'siga qiziqqanman. Shuning uchun hammasining ichidan mana shu Toyota'ning ichidan eng yaxshi varianti Toyota Camry deb o'ylayman. Hammaning endi o'zining fikri bor. Bilasizlar-ku, bizda O'zbekistonda mashinaga qarab, kiyimga qarab gaplashadi-yu. Amerikada unaqa emas. Nechta millioner amerikanlik tanishlarim bor, mashinasi ham yo'q. Nima qilaman mashina deydi, chunki San-Fransiskoda, Nyu-Yorkda yoki katta megapolislarda yashaydi, o'sha taksi chaqiraman, kelib olib ketib, любой joyga olib qo'yadi deydi. Shuning uchun mashinaga, pulga qarab odamlar bilan gaplashmaydi. Asobinni endi uni men O'zbekistonda u qonda singib ketgan hammada uni tushuntirganini foydasi yo'q. Misol uchun Amerikada Rolls-Royce haydaysizmi, Bugatti Chiron haydaysizmi, ko'chada oddiy odamsiz. Bu Toshkentda balkim yoki O'zbekistonda sizga sal boshqacharoq qarashligi mumkin. Mana bu yerda misol uchun Toyota Tundralarni bilasizlar. Bular O'zbekistonda juda kam, chunki bular haydaladigan joylar ham kam-da O'zbekistonda tegi bilan mundoq qaraydigan bo'lsak. Chunki bu mashinalarni qatga haydaysiz. Amerikada esa juda ko'plar fermerlar, biznes egalari mana shu mashinalarni haydaydi. Buni narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, narxi $63,000 ko'rayotganingizda. Buni motori qiziqayotgan bo'lsanglar, V6 twin turbo. Agarda benzinga qancha ketadi desanglar, bir 16-17 litr. Shu o'zimizning Gentra'dagi ichadi desa ham bo'ladi. Mana sizlar tashqarisidan ko'rinishlari. Bu mashinaga men o'zim traklarga qiziqqanman, lekin Toyota'nikini olmagan bo'lardim. Chunki Toyota'dan ko'ra Amerikadan o'zini Ram degan mashinasi bor, yokida Ford Raptorlar, yokida Ram TRX'dan olgan bo'lardim. Buni ham har xil komplektatsiyasi bor. Ahamiyat bersanglar, ko'plarning eshigini yopib qo'ygan. Mana misol uchun oddiyroq komplektatsiya, buni narxi
59200, motor-patorlar hamma narsasi bir xil bo'ladi. Biroz tashqarisidan ko'rinishlari, mana diska takoy dizaynlariga ahamiyatini sal yaxshiroq qilib qo'yadi. Bu yerda hamma ko'rayotganlar Toyota Tundralarni taxlab tashlashgan. Rangga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, bular mashinalar juda ko'p bu yerda qoladi. Chunki ko'plar olmaydi. Imенно shu Toyota Tundra, Toyota Tacomalarni uni o'rniga hali aytganimdek Ram yokida Fordlarni olishadi. No, meni o'ylashim bo'yicha narxiga arziydigan mashina. Bular narxini juda tez tashlab yuboradi Amerikada. Amerikada Toyota zo'r ishlaydi narxini deyish ham noto'g'ri. Hamma Toyota emas, balkim kerakli odamlarga yoqadigan mashinalar narxini ushlaydi. O'zbekistonda adashmasam bu Toyota yo'q. Ya'ni Amerikada ham o'zi adashmasam o'tgan yil chiqqan. Bularning narxi qimmat chiqqan. Bilmayman nima uchun. Misol uchun narxi qiziqayotgan bo'lsalar, bu Toyota Crown narxi 53200 ko'rinishi takoy anu. Jeep emas, sedan emas. Ko'rayotganinglardek. Endi bilmayman kimga qanaqa-ku, menga misol uchun bu mashina вообще yoqmagan. Ko'rinishlari ham janonaqa yaxshi emas. Bilmayman, menga to'g'ri kelmagan desa ham bo'ladi bu mashina. Balki kimdirlarga ham yoqardi. Ani Ferrari Purosanguega o'xshab chiqarib qo'ygan ko'rayotganinglardek. Lekin diskalari, komplektatsiyalari ancha chiroyli. Buni motor-patorlarning hammasini qiziqayotgan bo'lsanglar yetib ketishim mumkin. No, bilmayman. Shu elektromobilga o'xshab qolgani uchun janonaqa qiziqmaganman. No, lekin baribir ham bular ham Amerikada juda tez uchib ketyapti. Eng Amerikada sotilayotgan mashina bu Toyota RAV4 bo'ladi. RAV4 bu mana demo mashina bo'lgani uchun sizlarga shu haydashga berishadi. Keyin demo mashinani olishdan nima foyda? Ancha arzonga olasizlar. Chunki mashina naryoqda turgan, kimdir ham haydagan, eski bo'ladi. Mana sizlarga buni narxini qiziqayotgan bo'lsanglar, 46 mingga qo'yib qo'ygan bu mashinani. Nariga ko'rganinglardek 53 ming, 54 ming edi. Bu XLE varianti, 38 mpg, motor-patori mana 2,5 litr, gibridniy sistemada, gibrid motor. No, bilmayman, kamu kakku. Men bu mashinaga hech qiziqmaganman. Ki Amerikada ikkinchi o'rin sotiladigan mashina Toyota Sienna. Bularni odamlar 1 yil kutyapti. Hozir zakaz qilsanglar 1 yildan keyin olasizlar. Nimaga? Chunki praktika hamma joyga borsanglar bo'ladi bu mashinaga-da. Xohlasanglar Miamiga borsanglar bo'ladi, xohlasanglar New Yorkga yurib ketsanglar bo'ladi. Praktiski любой joyga haydash uchun zo'r mashina, oilaviy juda ko'plar bu mashinani taksilik qiladi. Asosan New Yorkda, Floridada, Los Anjelesda va hokazo. Mana sizlarga tashqarisidan ko'rinishi. Toyota Sienna oilaviy mashina uchun menimcha bundan zo'r mashina bo'lmasa kerak. Bu endi sal oddiyroq komplektatsiyasi ekan. Ko'rayotganinglardek diskalari, faralari va oldi ko'rinishlari mana bu narsalari plastik bo'lib yotibdi. Buni narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, buni ham narxini sizlarga ko'rsatib beraman. 48129 dollar. Bu ko'rayotganinglardek XLE varianti, motor-patorlari 2,5 litr, 36 mpg, gibrid. Yurishi vashcha yumshoq, karablda yurgandek yurasiz. Albatta oq rangi turgani bu juda katta narsa Amerikada, asosan Floridada. Chunki issiq havoda oq rang mashina pirashkada uchib ketadi. Mana bu hamma biladigan Toyota Highlander. Highlanderni bu adashmasam SE varianti yoki XSE. Ko'rinishlari chiroyli. Imенно mana shu Toyotani молочный rangi chiroyli deb o'ylayman. Chunki endi u oldindan молочный rangini hamma sotib olib kelgan. O'zbekistonda jemchuk deb qo'yishadi buni rangini. Uni narxi 56 ming dollar ko'rayotganinglardek. Mana bitta kamera sal ololmasligi mumkin. Lekin bular motor 2,4 litr turbo Platinum edition ekan. Ko'rayotganinglardek, da Platinum eng oxiri ekan. Buni narxiga nima mashina olsangiz bo'ladi, misol uchun, bundan yaxshi. Toyotadan yaxshi mashina oilaviy uchun buzilmaydi, maintenance arzon, ya'ni mashinaga qarashingiz suv tekintisi ham bo'ladi, moy poyini almashtirish. Misol uchun BMW da bitta moy almashtirsangiz 350-400 dollarga tushadi. Bunda 100 so'mga ishingiz bitadi. Mana sizlarga hali aytib ketayotganimdek, eng tez sotilayotgan mashinalardan bittasi Toyota'ni RAV4 varianti. Bu yangi chiqdi, ko'rayotganinglardek. Bu elektromobil ekan, adashmasam. Mana sizlarga ko'rsatib ketaman. Bu mana BZ Woodland degan ekan. Elektromobil bo'lgani uchun 50 ming dollar, lekin ancha skidka yozsanglar bo'ladi. Chunki elektromobillar hozir Amerikada ketmayapti. Hech kim elektromobil olmayapti. To'g'ri ham kelmaydi bu mashina. 50 ming dollarlik mashina emas-da. 20 mingga ham olmayman, misol uchun shu mashinani men. Nimaga deyishinglar mumkin? Elektromobil haydamanglar iloji boricha.
Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi bu mashinani. Mana bu yerda faqat tundralarni taxlab tashlashgan. Mana bu yana bitta Toyota. Bu Amerikada oldin moda bo'lgan, hozir уже modadan chiqib ketdi. Toyota CHR. Buni bilganlar biladi. Bu adashmasam elektromobil emas. Buni yangi varianti yaqinda chiqdi. Ko'rayotganlar mana sizlar tashqarisidan ko'rinishi. Agarda salonni ochiq bo'lsa, salonni ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Salonni yopib qo'yibdi. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi. Albatta, narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana bu SE varianti, all wheel drive ko'rayotganinglarda. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishlari. Narxi $39,000. Bu xuddi shu motor-patorlari bir xil haligi mashina bilan. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi. Bu adashmasam elektromobil ham bo'lishi mumkin. Chunki mana bu diskalardan bilsanglar bo'ladi, elektromobilda mana shunaqa diskalar bo'ladi. Bu elektromobil ekan, to'g'ri aytibman. All wheel drive dual electric motor deb yozib qo'yibdi. Iloji boricha elektromobil mashina olmanglar. Mana sizlarga beradigan tavsiyam shu bo'ladi. Mana bu yerda Amerikadagi 50 yoshli dodalarning mashinasi. Toyota 4Runner. Buni yo'lda hamma ko'rganda, albatta bu mashina ham narxini zo'r ushlaydi. Bu adashmasam TRD edishni ekan. TRD variant. Ko'rayotganlaringiz diskalarida ham mana TRD deb yozib qo'ygan. Michelin balon. Mana sizlarga tashqarisidan ko'rinishi. Agarda narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, $61,000. Mana sizlarga narxi. Buni motori 2.4 litr gibrid. Salonni yopib qo'ygan. Saloni haliga tundralarga o'xshab, hali ichkarida ham sizlarga ko'rsatib ketaman hammasini salonni. Hozir mashina tashqarisidan birinchi ko'rsatib ketish niyatida bo'laman videoni. Mana sizlarga tashqarisidan ko'rinishi. Albatta, orqasidan ham ko'rinishini sizlarga ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Mana sizlarga orqasidan ko'rinish. Boshida chiqqanda juda ko'plarga yoqmadi bu, Legoga o'xshatib qo'yishibdi deb. Lekin hozir pirashka deb uchib ketyapti bu mashinalar ham. Va albatta kommentariyada yozinglar, nima mashinalarga qiziqasizlar, qanaqa mashinalarni chiqarish kerak. Juda ko'plar O'zbekistondan avtoblogerlar chiqib ketgan. Mashinani o'zi tushunmaydi, shu sotib pul qilsa bo'ldi. Biz o'zi bolalar bilan kim oldindan tanib kelgan bo'lsa, mashinalarga qiziqib, mashinani yasatamiz va hokazo. O'zimning kanalimga ham qo'yib ketaman. Abdulaziz Kobi deb qidirsanglar YouTube'da chiqib keladi. Bu kanalni nimaga ochdim deb qiziqayotgan bo'lsanglar, bizda Amerikada ish bor, biznesimiz bor, mashina olib sotadigan proyektimiz bor, ya'ni avtosalon. O'zbekistonga ham любой mashinalarni kerak bo'lsa chiqarib beramiz. Eng muhimi, qanaqa mashina kerakligini aytsanglar, qolganini tema qilamiz, uni ustida muammo yo'q. Biz hech kimga yolg'on gapirmaymiz. Nech pul mashina narxi bo'lsa, shunda shu kontraktlari bilan birga kerak bo'lsa video zvonok orqali tema qilamiz. Mana bu yana bitta Tundra disklari xromoviy disk ekan, ko'rayotganinglarda. Buni narxi $83,000. Bu eng full varianti. Capstone Crew Max degani, ko'rayotganinglarda. Bu hamma tomonlama eng chiroylisi. Ko'rayotganinglarda mana sizlarga tashqarisidan ko'rinishi buni. Hamma joyi xrom qilingan, takoy chotki qilib. Mashina videoda kichkina ko'rinishi mumkin, lekin O'zbekistonda uncha-muncha yo'llarga sig'maydi deb o'ylayman. Mana ko'rayotganinglarda Capstone, mamlari xrom, hamma joylari xrom bo'lgan. Lekin 83 ga BMW X7 yoki Mercedes GLS olsanglar, menimcha bundan ko'ra bugunroq. Albatta endi buni ish qiladigan odam o'zi uchun ham orqasiga narsalarni ortib, balon-palonlarni ortib qilsa bo'ladi-yu. Lekin buni narxiga Ram 1,5 ming yoki Ford Raptor'ni olsanglar bo'ladi. Xo'p, hozir Audi avtosaloniga yetib keldim. Audi'da ham ikkita mashinalari bor. Yaxshi mashinalar, ularni ham sizlarga ko'rsatib ketishga harakat qilaman. O'zingiz nima mashina haydaysiz deb qiziqayotgan bo'lsanglar, shu el qatori BMW haydaymiz. Hamma o'rtoqlar bilan birga bir xil mashina olganmiz. Ya'ni bir xil deganda hammada BMW. Mana sizlarga Audi avtosaloni. Hozir bitta parkovkaga joy qidirib, xudo xolasa sizlarga mashinalarni sekin-sekin ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Ko'rayotganlaringizdek, har xillaridan taxlab qo'ygan. Men mashinamni masjidlarga, yo'l yuziga sekin qo'yib ketaveraman. Sekin-sekin mana bu bitta mashinadan obzor qilib, bu yerda endi haydalgan mashinalar ko'rayotganlaringizdek, ichkarida Audi'ning o'zining mashinalari bor. Bularni ham sizlarga sekin-sekin ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Ko'rayotganlaringizdek, bu Audi'larni yangisi chiqdi yaqinda. Bilasizlar, Audi'lar hamma mashinalarini BMW, Mercedes, Audi'lar 4 yilda bir marta yoki restyling qiladi yoki polni o'zgartiradi mashina lineykasini. Men sizlarga ko'rsatib ketayotgan mashinalar bu Audi Q5, mana bu Audi Q3, Audi Q3, naryoda Audi A3, A4, A5, e-tron va hokazo. Xo'p, agar narxlariga qiziqadigan bo'lsanglar, har bittasini sizlarga narxini aytib ketish qiyin bo'ladi.
misol keltiradigan bo'lsam, mana bu Audi Q3, mana sizlarga seri rangi. Bu eskiroq varianti bo'lgani sababli mana certified pre-owned, ya'ni agar mashina buzilsa, bu sizlarga tekinga to'g'rilab beradi. Mana sizlarga orqalaridan ko'rinishi. Mashina narxini yozgan bo'lsa ko'rsatib ketaman. Adashmasam, bu mashinaning narxi uzog'i 30 ming dollarlarga tushadi sizlarga. Saloni ochiq bo'lsa, mana sizlarga salonlardan ham ko'rsatib ketaman. 30 ming dollarga misol uchun Malibudan ko'ra, o'ligi bo'lsa o'ligi ortiq mashinani 25 ming mayl yurgan ko'rib o'tganingizdek. 25 ming mayl yurgan degani bu 35 ming kilometr. Saloni mana sizlarga ko'rib o'tganingizdek oq молочный salon. Bu Q3 bo'lgani uchun jenskiroq mashina, ya'ni qizlarga zo'r bu mashina tushadi deb o'ylayman. Agarda misol uchun qizingiz bo'lsa yoki xotiningizlar bo'lsalar, Audi olib berganingiz menimcha Malibudan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Mana bu esa Audi'ning Q5i. Bu ham adashmasam haydalgan, pre-owned. Mana sizlarga orqalaridan ko'rinishi. Audi Q5 tushsa bir 40 ming 45 minglarga tushadi. Mana shu mashina ko'rib o'tganingizdek. Haydalgan bo'lganligi uchun yengisi esa sal qimmatroq yuradi. Salonlarni hozir yopib qo'ygan qutlab. Lekin Audi misol uchun Toyotaga qaraganda sekinroq sotiladi. Nimaga desanglar, albatta bu BMW, Audi, Mercedes sal premiumliroq yuradi. Bu bir ko'proq qilib berishadi sizga. Shuning uchun xohlaganingizni misol uchun tanlab olsangiz bo'ladi. Mana bu 2022-yil Audi Q5 ko'rayotganlaringizdek. Mana bu esa 2026 Audi Q5. Farqi yer bilan osmon, salonida ham, tashqi ko'rinishlarida ham, hamma tomonlama desa ham bo'ladi. Endi bu juda oddiy komplektatsiyada ekan. Buni narxi gazeta bir 22 ming 25 ming uzog'i. Bu eski Audi Q5. Mana sizlar tashqarisidan ko'rinishi, orqalaridan nimash hamma rad ko'rayotganlaringizdek uzog'i 35 ming 40 minggacha sotib olsanglar bo'ladi. To'shni narxi qiziqayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda sken qilasiz. Sizga hamma narsasini tushuntirib ko'rsatib ketadi. Mana sizlarga Audi'ning saloni. Men o'zim Audi'ga qiziqmayman. Men o'zimga Audi yoqmaydi. Men o'zim sizlarga fikrimni aytib ketaman. Buni o'rniga men BMW olgan bo'lardim. Mercedesga ham qiziqmayman. Men o'zim BMW fanatiman. Oldindan BMW ga qiziqib kelganman. Audi ham zo'r mashina, misol uchun. Ko'jalar ko'rayotganlar mana. Точнее, salonlari koja. Men bularni imенно mana shu narsasiga qiziqaman. Ovozi, knopkalari, bosilishlari zo'r chiqadi Audi'da. Hamma narsani start stop misol uchun ko'rayotganlaringizdek. Ovozlari yaxshi mana. Maza qilib bossanglar bo'ladi. Rullari ham ancha udobniy yasalgan. Ekrani prosta kichkina и sal eskicharoq yuradi deb o'ylayman Audi. Bilmayman kim qanaqa deb o'ylaydi-yu. Meni o'ylashim bo'yicha Audi'lar sal qolib ketganroq BMW bilan Mercedesga qaraganda-da. Bu Audi Q5 bu mужской-женский desa ham bo'ladi. Даже rozовый qilib qo'yibdi, значит, bu женский desa ham bo'ladi o'zi. Женскийga o'xshataman har doim bu mashinani. Javnoq mужской mashina emas. Nimaga desanglar, kichkina mashina. Amerikada o'zi kim kelsa, O'zbekistonda ham balkim bordir Audi Q5, Q3 lar. Erkaklarniki shu Audi Q7, Audi Q8 va hokazo. Bu ham jal kichkinaroq desal. Женский degani yomon degani emas. Prosta ayol kishiga chiroyliroq ko'rinadi Audi Q3, Q5 ni haydagani. Xoslarga salonga ham kiraman, ichkaridagi Audi'larni ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu yoqda mashinani ko'plar sotib olishdan oldin o'zi sales agent bo'ladi hamma joyda, ya'ni sotuvchi sizga keladi, gaplashadi, qaysi mashinani xohlab olsan deydi, shu xohlagan mashinangizni sizga o'tkazishga harakat qiladi. Undan tashqari naryoqda ham Audi Q7 lar bor, ularni ham sizlarga ko'rsatib ketib, keyin ichkariga kiramiz. Mana bu yerda ko'rayotganlaringizdek Audi Q8 dan taxlab qo'ygan. Menga misol uchun Audi Q8 yoqadi. Maza qilaman shu mashinadan. Haydab ko'rganman ham, bu Lamborghini Urus platformasida yasalgan. Точнее, Lamborghini Urus Audi'ning ustida yasalgan mashina. Buni hamma biladi. Mana misol uchun oq rangi, imенно S Q8 bu, RS Q8 ham bor. S degani bu E53, E43 yokidan BMWda M550 bo'ladi. Ya'ni oxirigacha competition emas. Shunaqa desa ham bo'ladi. Bu ham komfort uchun yaratilgan bular. RS Q8 oladigan bo'lsangiz, ular speed uchun, ya'ni tezlik uchun ancha-muncha jo'stkroq bo'ladi. SQ8 ham komfort, ham luxury, ham tezlik. Agarda RS larni oladigan bo'lsangiz, ular polni kuchga berilgan bo'ladi. Mana sizlar orqalaridan ko'rinishi SQ8 ni. Agar sizlar saloni qiziq bo'lsa, saloni ochiq bo'lsagina ko'rsatib ketaman. Mana saloni ochiq ekan. Haligi Toyota'ning saloni ochiq emas, Audi'ning saloni ochiq. Bilmayman nimaga unaqa qilishgan. Mana sizlarga orqasidan agarda ko'rsatib ketadigan bo'lsam, polni mamutlari, misol uchun koja, rostakasim koja, tomlari ko'rayotganingizda Alcantara, mamutlari ham polni Alcantara, двухзонный klimat kontrol. Salonlari chotki. Mana sizlarga agarda oldindan o'tib ko'rsatadigan bo'lsam, oldi salondan mamutlarda misol uchun yozuvlari bor, Audi SQ8.
Eshigiga ahamiyat bersanglar, kupelarga o'xshab ochiladi. Eshik ochilganda oynasi ham ochiladi buni. Mana sizlarga ma'lumotlar, misol uchun polni, kovunli karbon, ma'lumotlar chotki qilib yasalgan karbon qilib, mashinaning narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, narxi $130,000. Mana olsanglar Audi SQ8 olinglar, RS8 olinglar, Audi Q3, Q5 olmanglar. Kaknika erkak kishiga yarashmaydi bu mashina. Mana sizlarga salondan o'tirib ko'rsatib beraman, ma'lumotlar polni karbon. Mana bosilishi zo'r. Eshitayotgan bo'lsanglar, qiladi. Mana bundan drive mode select qilsanglar bo'ladi. Mana sizlarga dashborddan ko'rinishi qanaqa. Buni motori 4 litrli bo'ladi. Twin turbo V8, Lamborghini Urus'dagi motor. Mana bitta podlokotnigida endi joyi yo'q. Mashinaning ichi sal isib ketdim, shunga tashqarisidan sizlarga ko'rsatib ketaman. Gazgina tegib ketdi, hech narsa qilmaydi. Avtoni sal qilib qo'ydim, ammo adashmasam hech narsa qilmaydi. Buni tashlasa bo'ladi. O'zi to'g'rilab keyin sotib yuboradi. Mana sizlarga tashqarisidan ko'rinishi ancha-muncha derski mashina. Mana men bitta adashmasam RS8 ni ko'rdim. Mana bu RS8 o'sha polni karbon variantlari ko'rayotganlaringiz. Ma'lumotlar polni oldilari, mordalari karbon, teylari, front liplari, yozuqlari ham RS8. Buni agarda narxiga, diskalariga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana diskalari katta ko'rayotganlaringiz. Chotki diskalar, karbon ceramik tormoznoy sistema. Narxi buni $156,000. Mana Audi Q8, RS8 performance, ya'ni Audi da performance bo'ladigan bo'lsa, Lamborghini'larda performante deb qo'yadi. Buni endi salonni yopib qo'ygan, chunki bu eng full komplektatsiya bo'lganligi uchun. Lekin mana sizlarga orqasidan farqiga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana bunda ham ikkalovida quad exhaust. Mana buni ichida ahamiyat bersanglar, ikkita, bunda tashqarisida ikkita. Buni ovozi bundan ko'ra sal yaxshiroq chiqadi, chunki bilmayman nimaga qilishgan buni. Payda o'zi mana buni ovozi ancha yaxshiroq chiqishi kerak edi. No, meni o'ylashim bo'yicha ular yaxshiroq biladi mashina yasovchilar. Mana sizlarga mana bitta agar qiziqayotgan bo'lsanglar, Audi A5 ni ham saloni ochiq bo'lsa sizlarga ko'rsatib ketaman. Bu yangi chiqdi, 2026-yil, bilasizlar. Mana sizlarga tashqarisidan ko'rinishi. Buni narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, mana S-Line deb qo'ygan-ku, M paket. Bu ham mana Audi'da S-Line bo'ladi, AMG'da AMG Line'ga o'xshagan narsasi bo'ladi. Lekin yozig'i bo'lmaydi AMG'larda. AMG paket bo'ladi, M paketdagi. Xuddi shunaqa. Mana sizlar tashqarisidan ko'rinishi. Audi A5 ni agarda saloniga qiziqayotgan bo'lsanglar, eshigi ochiq bo'lsa salonni ko'rsataman. Mana sizlarga salondan ko'rinishlari. Mana bitta ko'rayotganlaringiz, mana bu narsalar hammasi sensor, eshik, oyna, ochib yopish. Faqatgina oynani ochib yopishingiz bunaqa bo'ladi, knopchani. Mana butlarida Bang & Olufsen, bilasizlar, eng yaxshi audio sistemalardan bittasi. Mana sizlarga salondan ko'rinishi. Qanaqadir ham oddiy, mana ko'rayotganlaringiz, juda oddiy. RS8 larga agar solishtiradigan bo'lsanglar, mana bitta misol uchun drive mode selektori eskicha, juda g'alati qilib qo'yishgan. Endi kamukak bu yana bir aytib o'tib ketaman. Audi'da oladigan bo'lsanglar, shu RS7, RS6 yoki RS8 ni olsanglar, menimcha to'g'ri ish qilgan bo'lasizlar. Mana sizlarga orqasidan ko'rinishi. Oldinga odam o'tirsa, orqaga odam sig'ish sal qiyin bo'ladi. Bu ham men aytib ketaman, женский mashina. Mana bitta misol uchun Audi SQ7lar, Q7lar va hokazo. Buni narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, $48,000 buni mashinaning narxi. Mana bitta Audi SQ7lar ko'rayotganlaringiz taxlab qo'yishgan. Menga endi bilmayman, qaysi bir yoqyapti-yu. Mana buni sal chiroyliroq o'xshayapti. Endi uni saloniga ham o'tirib ko'rishingiz kerak. Mana bitta misol uchun yozuqlari, hamma narsasini ko'rsatib ketgan. Buni narxiga qiziqayotgan bo'lsanglar, Audi SQ7 $116,000. Buni ham motori xuddi shu Lamborghini Urus'da turgandagi motor. Mana sizlarga tashqarisidan ko'rsatib ketaman. Ko'rinishlari ham chiroyli. Bundan ko'ra men RS8 olgan bo'lardim. Chunki ko'rinishlari ham hamma tomonlama chiroyliroq. Buni saloniga qiziqadigan bo'lsanglar, xuddi men bu RS8 bilan bir xil. Endi eshigi ochiq bo'lsagina sizlarga ko'rsatib ketaman salonni. Eshigini yopib qo'yibdi, bir xil, xuddi ma'lumotlar, karbon ichkarilari. Mana salonni yerda ko'rib pauza qo'yib ko'rsangiz bo'ladi. Mana bitta Corvette, bu adashmasam sotilmaydigan mashina. O'sha mashinaning egasi bor. Shuning uchun agarda Amerikada mashinalar, qanaqa mashinalarga qiziqayotgan bo'lsanglar, kommentariyada yozinglar. Shunga qarab video olishga harakat qilaman. Mana bitta haligi Audi Q5 larni taxlab qo'ygan. Ichkariga kirib o'tirmadim. Hozir ichkariga kirsam, qanaqa mashina senga kerak, nima mashina xohlayapsan deb mashina sotmoqchi bo'ladi, bosh shoritib yuboradi. Shuning uchun agarda sizlarga Amerikadan mashina jo'natish kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Avtosal Abdulaziz xizmatinglarda qo'yadi. Ana O'zbekistonda
Gonzoni tanisanglar kerak. Hammani ustidan kulib chiqadigan odati bor. Chunki O'zbekistonda odamlar pul uchun hamma narsa qilib odati ham bor. Ya'ni juda ko'p moshenniklar ko'payib ketibdi. 10 minglik narsani 15 mingga o'tkazadigan. Endi men ular uchun hech kim emasman, ular ham men uchun hech kim emas. Birovlarni absurdatsiya qiladigan odatim yo'q. Shuning uchun agarda mashinalarga qiziqsanglar, keyinchalik o'zimizdan ham mashinani obzor qilib ketaman. Mana bu mening mashinam. Audi'lar ichida bitta BMW qo'yib turibman. Meni mashinamni ham xohlasanglar keyinchalik obzor qilib ketaman. Bu BMW M550. Mana sizlar orqasidan ko'rinishi. Nimaga M5 Competition olmagansizlar desanglar, M5 Competition yoki любой Competition mashinani haydaydigan odamdan so'rasanglar, har kuni hayda olaysanmi shu mashinani uzoq distansiyalarga desanglar, javobini eshitib o'zingiz tushunasizlar. Shuning uchun komfort uchun emas, ya'ni poyga uchun qilingan mashina. Competitiondan hammasi. Shuning uchungina faqat Competition olmaganman. Lekin bilmayman. Sal tezroq M5 Competition 0.5 sekundga, shuning uchun endi 0.5 sekund deb men har kuni ko'timni og'ritib, haydagim kelmayapti mashina to'g'risida aytib ketadigan bo'lsam. Xo'p, mashinaga qiziqsanglar, savolinglar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyda savolinglarni yozinglar. Albatta, keyingi videoda ko'rishamiz. Charchamanglar.